Assalomu alaykum. Mana videomiz davomida. Xo'p, mana sirkulyatsiyon nasosimizni yangi emas, o'zini remont qilib olib keldik. Platalar joyida. Olovni bosimi shu holatda ishlash kerak. Agarda olov baland bo'ladigan bo'lsa, shumni ishlab qoladi. Xo'p, keyin ko'p kishidan tushayotgan savollar bo'yicha tushuntirish berib o'tib ketaman. Mana qayta, yana akfa boshida tushuntirganman, bundan keyin ham mana tushuntirib o'tib ketishim mumkin. R95 kodi va ошибка beradigan bo'lsa, akfa kotyolimiz. Tagidan suvni ochasiz. Chap tarafga, mana shu jumragini chap tarafga ochasiz. Ventilni ochasiz. Ochgandan keyin qiladigan ishingiz birinchisi. Navbatda mana shu yerda zalatnik bo'ladi. Mana bunaqangi kalpachok bo'ladi. Qani hozir ko'rsataman. Mana shunaqangi kalpachok bo'ladi. Shu holatda qotirilgan bo'ladi mana. Qotirilgan bo'ladi. O'shani yechgandan keyin oddiygina atverka yordamida yoki любой bir predmet bilan shundagina bosib yuborsangiz, havo chiqib ketadi mana. Yig'ilgan havo chiqib ketadi. Shundagina R95 ошибкасы yo'qoladi. Sababi shu yerda vozdux tiqilganda shu yerda R95 datchigi suv ko'rmay qoladi. Shuni hisobiga R95 beradi. Xo'p, keyin yana shunaqangi savol bo'ldi. Nima uchun gazimiz bo'lib turib gaz yonmaydi degan savol berilishdi. Gaz bo'lib turib gaz yonmasligining sababi gaz bosimi past bo'lsa, tagidagi turbo ventilyator boyaga past gazni chiqarib yuboradi, shuning hisobiga gaz yonmay qoladi. Keyin yana bitta narsa, R02 xatosi nima degan ko'p kishi savol berdi. R02 xatosi bu sensor datchigidan bo'ladi. Sensor datchigimizda mobodo krishkasini ochib qo'yib, podключение beraman desangiz yonmaydi. Sababi sensor datchigni yopiq holatida qo'shish kerak. Bo'lmasam zashta qo'ymaydi. Xo'p, keyin pult masalasi bo'yicha tushuntirish beraman. Pultida mana 20 ga 45 shu holatda bo'lishi kerak. Haroratni mana batareykani bosasiz, o'ynaydi. O'ynagan paytida pastga, tepaga keladi haroratni. Iloji boricha 80 ga qo'ymang, 75 agar jas sovib ketadigan bo'lsa havo. Bo'ldi, shu holatda ishlatasizlar.